Salom. Bu videoda biz hech kimni hech qanday urushga targ'ib qilish yoki xalqlar o'rtasida urush boshlash niyatimiz yo'q. Bu video shunchaki ko'ngilochar video bo'lib hisoblaniladi. Agressivlar videoni boshida tark etishlari mumkin. Biz bugungi videoda O'zbekiston va Qozog'iston o'rtasidagi taxminiy kurashni olib boramiz. Keling, urushni boshlashdan oldin O'zbekiston kuchlarini va Qozog'iston kuchlarini tenglashtirib olamiz. O'zbekiston kuchlarida faol harbiy xizmatchilar 48 ming kishi, paramilitar kuchlar 20 ming kishi, jami harbiy xizmatchilar esa 68 ming kishini tashkil qiladi. Tanklar esa 420 dona, o'z-o'zini yuruvchi artilleriya 197 dona, ko'p o'q uzuvchi tizimlar MLRS 143 dona, birinchi jangovar mashinalar 1215 dona, vertolyotlar 99 dona, shundan 33 tasi hujumchi vertolyotlar, havo kuchlari 197 dona samolyot, ulardan 58 donasi qiruvchi samolyotlar, hujumchi samolyotlar 20 dona, harbiy transport samolyotlari 13 dona, o'quv samolyotlari 7 dona, vertolyotlar esa aytganimdek 99 dona. Qozog'iston harbiylariga keladigan bo'lsak, Qozog'istonda faol xizmatchilar 110 ming kishi, razvedkachilar 135 ming kishi, paramilitar kuchlar 55 ming kishi, jami 300 ming kishi va Qozog'iston tanklari 350 dona, T-72B modifikatsiyasi, BMP-2 280 dona, BTR 150 dona, BTR-82 63 dona va boshqa tanklari. Havo kuchlari esa 237 dona samolyot, ulardan 81 dona qiruvchi samolyotlar, 39 dona hujumchi samolyotlar, transport samolyotlari 17 dona, o'quv samolyotlari 25 dona, hujumchi vertolyotlar esa 75 dona. Urush boshlanishiga esa arzimagan chegaradagi to'qnashuvlar va chegaradagi insonlar tortishuvlari sabab bo'ladi. Chegaradagi tortishuvlar sabab Qozog'iston o'z armiyalarini Turkiston oblasti pasti tomoniga, Toshkentga yaqin joyga joylashtiradi. Buni ko'rgan Toshkent ham o'z armiyalarini u joyga olib boradi va Qozog'istonni tanklarni olib ketish haqida ogohlantiradi. Va shu joyda Qozog'iston tomonidan ko'ti qijigan bir guruh tankistlar O'zbekiston tomoniga qarata o'q uzadi va shu bilan urush boshlanadi. Bunday harakatni kutmagan O'zbekiston ham o'z javobini qaytarish uchun Turkiston oblastiga hujum boshlaydi va qiruvchi samolyotlarini jo'natadi. Qiruvchi samolyotlar bilan birga 120 ta tank ham Turkiston oblastiga bostirib kiradi. Bostirib kirish natijasida Turkiston oblasti pastki qismini yarmidan ko'proq joyini egallab oladi. Ammo bu vaqtda Qozog'istonliklar ham hayron qolmagan holatida hujum boshlaydi va ular hujumni Qizilo'rda oblastidagi armiyasi bilan Navoiyga boshlash bilan boshlaydi. Ammo ular Navoiy oblastini 4dan 1ni ham egallolmaydi, chunki O'zbekiston hamma armiyalarini shu joyga olib kelgan bo'ladi. Turkistonga hujum bo'lishini kutmagan Qozog'iston esa butun armiyalarini oyoqqa turgizadi va Mangistavskaya oblastiga hamma armiyalarini olib keladi va chegaralar bo'yicha tanklarini qo'yib tashlaydi. Shu vaqtda Qozog'iston Qoraqalpog'istonga bostirib kirish uchun armiyalarini tayyorlaydi va ichkaridagi shpion, xoin insonlardan xabar olishni kutayotgan bo'ladi. Bu vaqtda O'zbekiston esa hamma armiyalarini chegaralar bo'yicha, asosan Navoiy oblasti bo'yicha qo'ygan bo'ladi, chunki hujumni shu joydan bo'ladi deb o'ylaydi. Va Qozog'iston shu vaqtda kutilmaganda Qoraqalpog'iston tomonga armiyalarini jo'nata boshlaydi va Qoraqalpog'istonga hujum qiladi. Juda og'ir kechgan 3 kunlik jangdan so'ng O'zbekistondagi Qoraqalpog'istonni Qozog'iston egallab oladi. Bunday hujumdan keyin O'zbekiston o'z chegaralarini qaytarib olishlik uchun harakat qila boshlaydi va Qozog'iston bosib olgan Qoraqalpog'istonga voyenniy samolyotlari bilan hujum qiladi
va 10 kunlik jangdan so'ng Qoraqalpog'istonni O'zbekiston yana o'z hududlari orasiga qaytarib oladi. Qoraqalpog'istonda juda ko'p armiyasini yo'qotgan Qozog'iston esa juda tahlikaga tushadi va nima qilishini bilmay qoladi. Bu holatdan foydalangan O'zbekiston esa barcha armiyalarini o'ngshirib oladi va harakatlarini to'g'rilay boshlaydi. Qozog'istonning holatini ko'rgan O'zbekiston Mangistaus oblastiga hujum boshlaydi va Mangistaus oblastini butunlay egallab olmoqchi bo'ladi. Mangistaus oblastida uzoq kechgan jangdan so'ng O'zbekiston Mangistaus oblastiga kirib keladi va O'zbekiston Mangistaus oblastini egallab oladi. Bunday holatni kutmagan Qozog'iston esa O'zbekiston bilan diplomatik shartnomalar tuzish uchun odamlar jo'nata boshlaydi va chegaralarni yaxshi mudofaa qilishga o'tadi. Diplomatik shartnomalar kelishiladi, ammo Qozog'istonni Turkiston oblastini bir qismini bosib olinganini qaytarib berishini so'raydi. Ammo O'zbekiston bu narsaga rad javobini beradi. Oz muddat o'rtada tinchlik hukm suradi, ammo Qozog'iston Turkiston oblastini yarmini qaytarib olishlik uchun harakatni boshlab yuboradi va O'zbekistonga sezdirmay Turkiston oblastiga armiyalar to'playdi. Buni xabarini olgan O'zbekiston ham o'zini armiyalarini Turkistonni pastki qismiga joylashni boshlaydi. Ikkala davlat ham planlaganidek bu yerda jang boshlanadi va bu yerga ikkala davlat ham qiruvchi samolyotlari va tanklarini jo'natadi. Bu yerlarni bilmagan o'zbek askarlari esa mag'lub bo'ladi va Mangistauskiy oblastiga Qozog'iston dengiz orqali hujum qiladi va Mangistauskiy oblastida ham ayovsiz janglar ketadi. Mangistauskiy oblastini esa Qozog'iston suv bilan hujum qilganligi sababli qaytarib oladi. O'zbekiston esa butkul himoyaga o'tadi va hamma askarlarini chegaralar oldiga joylashtiradi va butunlay himoyada qolishni tanlaydi. Buncha jang bo'lib o'tganini ko'rgan Rossiya esa buncha jangga jim qarab tura olmaydi va ikkala davlatga ham tinchlik bitimi tuzishlikni tavsiya qilib xabar yuboradi. Ikkala davlat ham juda ko'p yo'qotishlar qilgani bois bitimga rozi bo'lishadi va qayta urushmaslik haqida kelishib olishadi. Hurmatli tomoshabinlar, biz bu videoda hech bir davlatni hech biri bilan urushtirish niyatimiz yo'q va hech qanday adovat ham bo'lishini istamaymiz. Video shunchaki o'ylab topilgan tarzda yasaldi. Iltimos, jiddiy qabul qilmang.